Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari. Do'stlar, bugungi sana 23-may haftaning shanba kuni. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Mixaylovkadamiz. O'rtoqlar, bir-biridan go'zal, haqiqiy, original avlikollar mana qarang. Onasi avlikol, otasi Sharalel. Ko'zini chetidagi qizil va badanidagi dog'larni ham ko'rsatib beramiz. Mamlar esa avstriyskiy sementallarni kepti. O'rtoqlar, yangi partiya, yangi jang degani bu. Xudo xolasa hammalarni kirib kelayotgan Qurbon hayitinglar muborak bo'lsin deb qolamiz. Shu go'zallarim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hoji aka, zo'rmisiz? Charchamasdan. Rahmat. Ismingiz nima edi? Toyir ismi. Toyir aka. Nechi bosh keldi? Xo'p, hozir 70 bosh avlikol shu sharalellarimiz bor. 30 bosh semental, smeshinniy sementallarimiz bor. Xo'p. Faqat shu hozir sotuvda endi plemennoy, men bu avlikolni plemennoy xazaysidan olingan, o'zim olganman. Qaysi oyda oluvdingiz? Shu to'g'risida ham ma'lumot beravering. Roppiroz hozir 1 oy bo'ldi. Endi yo'l sal qiyinroq bo'lgani hisobiga kirib kelishi sal qiyinroq bo'ldi. Hali charchog'i bor hozir. Hoji aka, Do'ron akamidingiz buni haydab turib o'sha yerda qochib turmanglar. Assalomu alaykum. Sizlar ham qo'shilaveringlar, sizlar ham. Qochib ketayotdi-ku. O'rtoqlar, tozasini olaman degan akalarimiz bo'lsa, biling, haqiqiy. Ben savxoz. Qolganimizdagi videoni ham olib qo'yganmiz, esa shu qo'shib tashlab ham berib yuboramiz. Bu birinchi, xudo xolasa 2026-yil 23-may kuni eng birinchilarida mana kirib kelgan avlikollarni ko'rsatib beramiz. Sharalelari ham bor ekan, mana ko'zini ko'ringlar. Ha, Sharalel, otasi Sharalel deb, Plem savxozniki bu, toza. Qonuni aynitmasligi uchun bularni o'rtoqlar bir joydan olingan, hech qaysi nima qilingan joyi yo'q, boshqa joydan olingan joyi yo'q. Soni nechta? Общий. Общий 100 bosh. O'shanda 100 boshda avlikollari nechta? 70 bosh avlikol, 30 bosh semental. Semental 30 ta ekan semental. O'rtoqlar semental ishqibozlariga avlikoli tekinga bersa olmaydi, lekin avlikoli ishqibozlariga sementali bersa charchog'i bor. Hech qanaqasiga olishmaydi. O'shaning uchun ikkita sortni yaxshi ko'radigan akalarimizni jangga taklif qilamiz. Kelib bemalol boshida, qoshida savdo qilib olishinglar mumkin. Narxi nech bilan Toyir aka bilaringiz? Narxi 25 dan boshlanadi, 35 ga davr bor. Kelishsa, telefon svyaziga chiqsa, kelishib olaveramiz. Bitta olganga qatgacha dastavka qilib berasiz? Bitta olgan odamga? Olgan odamga ham, 10 ta olgan odamga ham O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beraveramiz. Marshrut bo'ylab ketaverar ekan. Shunaqa. Xorazmda turaman, bitta oldim. Xorazmda turadi, 10 ta oldi. Qo'shib chiqarib yuborasiz. Bo'laveradi. Krassiyasini sepib, nikohlab. Shunaqa, chiroyli qilib, birkasini ko'rsatib chiqarib yuboramiz. Avlikollarning ichida eng arzonini necha puldan qo'yamiz? Voy, mana bu qarang. Mana o'rtoqlar. Mana bular Sharalel mana. Badanini ham ko'ring. Qizilligini. Mana. Zo'rini olaman degan akalarimiz bo'lsa, bemalol bexijolat kelishinglar mumkin. Qarang, Sharalelning eng arzoni hech pul qo'yib berasiz, Toyir aka? Sharalelning eng arzoni 28 dan. Nechi bosh qilib bera olasiz 28 dan? 28 dan 10 bosh qilib bera olaman. 10 ta? Ha. 10 bosh qilib bera olaman. 70 tadan 10 ta, 60 ta qoldi deylik. Qarang, 70 tasini bir joyga olgan odamga necha puldan qilib berasiz Sharalelni? Bir joyga olaman desa, 32 dan dastavkasidan ichida qilib beraman. O'zbekiston bo'yicha. Ajjoningni mana qarang. Agar shularni voy kultiringiz. Boqib qo'ysangiz bormi? Ha, jonivor. Mana yana. Zo'rini olaman degan akalarimiz bo'lsa, mabodo o'sha kuniga 1 kilo, 2 kilo, 2,5 kilo ves beradiganlar oladigan akalarimiz bo'lsa, bemalol tavsiya beraman. Zo'r joyga kelganmiz. Mana qarang jonivorlarni. Ko'zi qizil, tanasini ichki tarafi qizil o'rtoqlar. Mana sizlarga. Yeriga ahamiyat bermanglar. Xudo xolasa amallab ajratib ko'rsatib beramiz. Voy mashallah. Oka hammasi plem, shoxi yo'q. Ha, plem. Bir donasida bor endi u. Endi oka ko'rinmaydi-da, u bittani gapirmas degan bo'lasiz. Voy mashallah, ana sizga.
Karim. Qalay ekan, haqiqiymi? Shunaqalar olib boqib bersa, o'zingiz qanchadan olasiz taroziga? Tarozigami? El qatori necha pul o'shandan olamiz? Hozirgi kunda necha pul bo'ladi Qurbon hayitga mana? 65 ming atrof. Mana kelyapti. Go'shtchi. Go'shti 117 ming, 117. A bu sharoitlarku jonim bolam 76 mingdan kechi bezlatchi живой vesini tortdik-ku bizlar. To'liqlanini. Hozir Qurbon hayitga hamma semiz mollarni bo'shatyapti-yu. Aha. Kakras o'ringa o'rin mana de. Zo'ra? Nikohda, shundan nikohini o'qishadi kelib, Ketdi. bob baraka. Eng zo'ri puli unaqa qimmat emas ekan, necha pul deyapsiz hammasiga? Bir joyga necha pul qo'yamiz sharoitlarni o'ziga, Toyir aka? Oqlan o'zini. 32 ga bir joyda bo'lsa 32 qilib beramiz. Savdasi bor. Savdasini ham qilib beramiz. Aralashgacha 100 tasi. Simental 30 ta simental bilan. Aralashiga kelishtiramiz, yana bir Toshkent bo'ylab dastlabkasi 12 ta viloyat bo'ylab bormi? bor, 12 ta viloyat bor. O'zbekiston bo'ylab bor. 32 dan do'stlar. Mana o'rtoqlar, mana bunaqalari, mana eng kattalari 35 million ekan. Mana sizlarga sharoitlar originallari kerak bo'lsa, mana bunaqalar avlikolari ham bor ichida. Bo'yini balandliklarini aytib turamiz ham. Haydang bizga. Haydi. Mana o'rtoqlar. Sharoitlar ishqibozlar. O'tirsiz, sekin. Aka bular necha oydan necha oygacha? 6 oydan 1 yoshgacha bordi. Mana bunaqa kattalar, 35. Qarang. Ha, o'sha. Bu ham savdosi bor. Agar o'zi olaman degan akalarimiz bo'lsa, 32 milliondan xayri bor ekan. O'tirsin. Davay, ha? Mana jonivor. Ichida 3 ta ko'rdim 27 ligidan. Ozgina savdosi bor, Toyiraga qattiq. Bo'ldi, savdosini qilamiz. Ko'pchilik ko'ryapsiz, Qurbon hayitiga sotishyapti, yaxshi. Yomon emas. Sizdan olgan odam ham baraka topsa, ilohim yana inshaalloh keladi. baraka topsin deb olib kelamiz edi. Do'stlar, bular birinchi marta ishlashim, bularni ko'rmaganman. Lekin mollariga, agar men sizlarga da'vat qiladigan bo'lsam, mollari zo'r. Endi narxiga keladigan bo'lsak, narxini o'zlari bilan savdo qilinglar. O'zlari bilan aloqaga chiqing, telefon qiling, telefonlari ishlaydi 100%. Lakasi tashab berishadi, to'g'ri olib keladilar. Zo'ri yaxshi tarafini ham mana aytibdilar-ku. Dastlabki qilib beraman deyaptilar. Dastlabki ancha odamni xolqtirib qo'yadi, lekin bular yonidan qilib beradi, xudo xolasa. O'sha 30 ta sementalni bir joyga olsa, necha pul qilib berasiz? 30 ta sementalni bir joyga olsa, 31 dan ham qilib beraman. 30 tasini bir joyga olsa. 30 tasini? Ha, endi unda kattalari bor o'zi vobshe. Tanlab olishga sementallar necha puldan qilib berasiz? Hozir o'shani ham oldiga boramiz. Tanlab olishga unda ham shunaqa 25 dan 35 gacha bor-da. 35 lik anu turgan, o'g'ani shoxli. Ha, o'sha ham bor, ichkarida bor. Hozir ichkarida chiqaramiz. Hozir ko'rsatib beramiz. O'rtoqlar, bemalol aloqaga chiqing 97 lik 414 55 01 raqamiga. Yana bitta nomer nechi edi Toyir aka? Ikkinchi nomer 404 64 04 99 lik. 99 lik 404 64 04. 04. Qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Toyir aka mana sementallarni отдельно olib chiqdik. Qarang, bularning narxini necha puldan qo'yamiz? Bularning narxi ham shunaqa 25 dan 35 gacha bor. Aha. Katta kichkinalari bor shu. Bular ham otalari tonnani tepasi bo'lgani uchun olingan bular ham. O'zli baribir oladi, ertaga gap so'z bo'lmasin deb. Lekin bitta qo'radan olingan ekan-a? Bitta qo'ra, otasi bitta, onalari boshqa, ota bitta. Bu ham Plem savxozdan olingan. O'zimiz shuni nima qilib, qonigacha ham tekshirtirib, bir oy oldin olib, bir oydan keyin ancha qiynalsizda. Shunaqa yo'lda sal charchoq bo'lib qoldi, sal endi yo'l yopilib qolgani hisobiga shunaqa ozgina kechikib keldi. Bo'lmasa bir 3 kun, 4 kunda olib kelish niyat bor edi. Bir joyga oladigan bo'lsa, quyuq suyug'i, qara, sementallarni o'zini tanlab olsa, nech puldan qilib bera olasiz? Sementallarni o'zini tanlab bersak, 31 dan dastavkasini ichida qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga dastavka o'zimizdan. Bitta, ikkita, 3 ta oladigan odam ham kelaveringlar.
Ha, Bitta uni qo'rib anisi oladigan yo'q. odam, ha? Bir donasini ham dastavkasini qilib beramiz. Hayda, ha? Sifati zo'r, qonigacha javob berilyapti. Yeb ishiga garantiya bor. Oqsillardan chiqib olgan aka bu. Oqsildan 100% chiqqan. Xavotir, xudo xolisa. Emlangan ham, oqsildan ham Sizga o'tishdi bular. Yo jiganim. O'tsin, yurursin. Siz bu yoqqa o'ting. Keling, mana Bu yoqqa o't. Mana. Yeyishiga, ichishiga oldiga yuguring, oldiga qo'shilmasan ularga. Garantiyalari bor. Yeyishiga, ichishiga javob beramiz. Agar yemasa, ichmasa, men maydalaridan tortib, eng katta yeri 35 million dovkanlar quyi suyugiga 31 milliondan 12 viloyatga dastavkasi bor. Kelinglar o'zingizlar savdo qilib, pulga kelishib olasizlar degan umiddamiz. Mana. Chiqarib ko'rsatib berishda, men ko'rsatib beryapman. Xo'sh, bularning ham bo'yini balandligini biri 40 ta, biri 35 ta. Kichkinasini biri 45, biri 52 chaman bor kattalar. biri 15 dan, biri 40 gacha qo'yib qolamiz. Yani bitta ikkitasi. Shunaqa, endi uni hisobga olmasak to'g'ri. Biri 40 gacha ham qo'yib yuboraylik. Filmni tugatamiz. Manzilimizni yana bir marta aytib ketamiz. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Mixaylovkada Ha, Mixaylovka. To'yir akam lakasalar to'g'ri olib keladi. Lakasani darvozani tagidan tashlab bering. Ha, lakacha tashib beriladi u, anisi yo'q. Kelaveradi. Bitta, ikkita, 3 ta olasizmi, 10 ta olasizmi, 20 ta olasizmi, bitta Isuzu olasiz, farqi yo'q. Xoh vodiy, xoh voha tarafga dastavkalar ichida. Dastavkasi ichida qilib beramiz. Bular onalarini, o'sha otalarini ko'rib, plyuminiy xozayistdan chiqqanligi uchun To'yir akam o'zlaridan u yering bu gapiryaptilar, mana tepadan ko'rsatib beraylik. Sifati zo'r narsalar kelgan. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar. Xudo xolasa sizlarni shu makonda kutib qolamiz.